Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan qalampirmunchoq haqida, ya'ni gvazdika haqida gaplashamiz. Uning ko'rinishi xuddi shu shaklda bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, munchoqchasi bordek ko'rinadi. Bu ziravor oshxonalarda uchratgan bo'lishimiz mumkin, lekin buni damlab ichganimizda sog'ligimiz uchun ham katta foydalari bor. Biz gvazdikaning 3-4 mana shunday 3-4 donasini stakanga har kuni damlab ichsak, bir kunda 1 stakandan ichib borsak, u bizdagi hazm tizimini, qon aylanishini yaxshilaydi va ovqat parchalanishini ham tezlashtirib beradi. Aynan gvazdikani iste'mol qilish orqali biz norma vaznga kelishimiz ham mumkin. Bundan tashqari, og'zimizdagi noxush hid yoki bo'lmasam tishdagi og'riqlar, milkdagi qonashlar bo'lsa, aynan gvazdika suvi bilan chayqash yoki uning o'zini chaynash orqali bunday yomon holatlardan xalos bo'lishimiz mumkin. Gvazdika juda foydali ziravorlardan biri. Aynan uni 1 oy davomida 1 stakandan iste'mol qilganimizda juda ko'p yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin.